Salom hammaga, sizlar bilan yana Alo va bugun sizlarga smartfonlar orasida o'zgacha xarakterga ega bo'lgan bir modelni ko'rsataman va bugun bizda Honor X9D smartfoni. Reklamlarda aynan shu telefonni ur, tashla, suvga sol, hech narsa bo'lmaydi deb maqtashyapti. Ammo biz reklamlarga ishonamizmi? Albatta yo'q. Kelinglar, aynan mana shu smartfonni bugun sizlar bilan haqiqiy sinov darajasida qilamiz va sinovlardan o'tkazamiz va bu va'dalar rost yoki yo'q, buni sizlar bilan birgalikda aniqlaymiz. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Demak, do'stlar, men oldimda aynan 3 xil rangi turibdi. Honor 9D smartfonimizni va men o'sha trenddagi brown, ya'ni qizil rangga o'xshagan rangini ochamiz va avvalo ana shu smartfonni obzor qilishdan oldin sizlar bilan birgalikda unboxing qilamiz. Korobka komplektida nimalar bor, nima yangiliklar qo'shilgan va nimalar olib tashlangan, o'zi nima bor korobka komplektida, mana shu bilan tanishtirib o'taman. Tayyor bo'lsangiz, yana bir bor boshladik deya men unboxing qilish jarayonini boshlayapman. Va ko'rishingiz mumkin, bizda smartfonimizni o'zi ochib ko'rsata qolaman. Mana o'sha mashhur trenddagi hamma reklamlarda ko'rsatilayotgan aynan brown, ya'ni qizilga o'xshagan rangi. Xo'p, bizda bu yoqda yana qo'shimchasiga o'zi mana shunaqa neobычный qora ekan, qora chexoli ko'rishingiz mumkin. Buni keyin solib ko'ramiz, albatta. Va unga qo'shimcha tarzda bizda yo'riqnomalar va Honorning o'zining garantiyali taloni bor ekan. Va sim karta slotini ochish maxsus igna. Undan tashqari biz ko'rishimiz mumkin 66 voltlik supercharge texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydigan mana shunaqa maksimalniy 66 volt quvvat beradigan o'zini supercharge, Honor supercharge adapterini ko'rishimiz mumkin. Zaryadlash adapteri albatta. Va unga qo'shimcha tarzda biz doimgidek o'zini maxsus USB Type-C zaryadnik kabelini ko'ramiz. Korobka komplektida hozircha faqat shular va endi esa smartfonimizni ochamiz va orqa panellarni obzor qilishni boshlaymiz. Bir qarashda do'stlar, Honor X9D juda ham jiddiy telefon. Rostdan ham aynan bu smartfon oddiy nozik telefonlardan emas, qo'lda juda ham mustahkam, dizayni zamonaviy va kuchli va zamonaviy dizayndan iborat bo'lgan smartfondir. Rang variantlari ham unchalik oddiy emas, juda ham chiroyli, inson yoqadigan darajada ishlangan. Rang variantlari ham shunaqa matviy, yashil, jigarrang, oltin va qora ranglardan iborat rasmiy ravishda e'lon qilingan ranglar. Lekin bizda hozir qo'limda obzor qilayotgan holatimda sizlarga aynan mana shu brown, ya'ni jigarrang rangi, bu yoqda ko'rishingiz mumkin oltin, ya'ni gold rangi va unga qo'shimcha tarzda ko'rsatish mumkin sizlarga black, ya'ni qora ranglari qo'limda turibdi. Ko'rishingiz mumkin smartfon juda ham chiroyli tarzda ishlangan va menga eng yoqqani aynan bu yoqda mana bu brown, ya'ni jigarrang rangi. Juda ham idealniy ko'rishingiz mumkin. Biz davom etamiz. X9D smartfonimizni oldida 679 dyuymlik katta ekran bor. Bu katta degani. Va undan tashqari qo'shimchasi esa smartfonning eng hayratlanarli tomonlaridan biri yorqinlik darajasi 6000 nitsga teng. Ya'ni bu degani quyosh nuri ostida ham, ya'ni kunduz kuni ham, ko'chada ham smartfondan hech qanday muammosiz ranglari tiniq darajada ko'rsatilgan holatda bemalol Instagram, YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda kino ko'rishingiz mumkin yoki qanaqadir reelslarni, videolarni bemalol hech qanday muammosiz rangini yo'qotmagan holatda, yorqinligini yo'qotmagan holatda hech qanday muammosiz smartfondan foydalanishingiz mumkin degani. Va yana bir detali 3840 Hz PWM dimming bu nimani anglatadi? Uzoq vaqt qarab tursangiz ham ko'zni tez charchatmaydi va ko'zni charchatib qo'ymaydi. Smartfondan soatlar davomida bemalol foydalanishingiz mumkin. Endi kameraga yaqinroq keling va siz o'sha kutgan lahza keldi va bizda o'sha kutilgan joy. Ya'ni smartfonning himoya tizimi. Honor X9D smartfonimiz IP69K himoya standarti bilan himoyalangan. U nafaqat suvdan, balki zarbadan, changdan, issiqdan, sovuqdan, yomg'irdan hammasidan himoyaga ega. Va ishlab chiqaruvchi aytishicha, smartfon 2,5 metr balandlikdan ham tushib ketsa hech narsa qilmaydigan gapni aytishdi. Agar siz tayyor bo'lsangiz, hozir uni bir qancha testlardan o'tkazdiramiz va uni sizga namoyish qilamiz. Va smartfon o'zi bu testlarga berilgan kafolatga, berilgan va'dalarga javob beradimi yoki yo'q? Mana shuni sinab ko'ramiz. Tayyor bo'lsangiz, unda ketdik. Do'stlar, bizda birinchi test smartfonni o'rtacha 2,5 metr balandlikdan tashlaymiz. Men bunda hisob olganda, meni bo'yim o'rtacha 184-185 cm va bu smartfonni ozgina ko'targan holatimda bu o'rtacha 2,5 metr balandlikka chiqish kerak yoki 2,30 deymizmi. Albatta, mana shu joyda testdan o'tkazamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, smartfonni aynan mana shu keramik plitkaga birgalikda tashlaymiz. 3, 2, 1. Qattiq tushdi.
Endi hayajonli daqiqalar, kameraga yaqin olib keltiramiz. Smartfonni ko'rishingiz mumkin, orqa paneliga hech narsa qilmagan. Endi old ekraniga o'tamiz. Ekran yonadimi? 3, 2, 1. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana hech qanday muammosi aynan smartfon ishlayapti. Muammo bo'lgani yo'q. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin, smartfon birinchi testdan muvaffaqiyatli tarzda o'tdi va bizda ikkinchi test. Do'stlar, hayajonli daqiqalar, bizda ikkinchi test. Aynan mana shu qo'limda turgan ikkita sho'rdanak va bitta oq qandga biz smartfon ekrani yordamida zarba beramiz. Ko'ramiz, aynan mana shu mahsulotlarni ekrani chaqib bera oladimi, ya'ni bardosh bera oladimi? Agar to'g'ri bo'lsa, 3, 2, 1 degan holatda biz birinchi o'rinni birinchi sho'rdanakda chaqamiz. Gap bo'lishi mumkin emas, bittasini chaqdi. Ikkinchisi ham muvaffaqiyatli chaqildi va bizda oq qand. Mana mayda-mayda qilib tashadi. Endi bitta ekranni hozir artib yuboramiz smartfonni. Agar tayyor bo'lsangiz, smartfonni hozirlay ko'rsataman. Bu narsalarga sizlar bardosh berdimi yoki yo'q, buni sinab ko'ramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Sensorida muammo yo'q. Ishlashda ham muammo yo'q smartfonni. Mana kiryapti, hamma joyga ishlayapti. Ekrani aytib o'tilganlik, kafolat berilganlik juda ham mustahkam. Mana shu qattiq sho'rdanakni, sho'rdanakdan ham qattiq bo'ldi, mana oq qandni chaqdi. Hozir mana shuni chaqdi, ya'ni bo'laklarga bo'lib tashladi va bizda ikkinchi testdan ham muvaffaqiyatli o'tdi va bizda uchinchi test. Do'stlar, va bizda uchinchi test, smartfonni endi mana shu turgan idishdagi suvga solamiz va uni o'rtacha 1 daqiqa mobaynida suvning ichida ushlab turamiz va uni olamiz. Ishlashida muammo bo'ladimi? Aynan mana shu 3-sinovdan suvga tushish, suvning ichida saqlash testidan o'ta oladimi? Buni birga sinab ko'ramiz. Smartfonni agar tayyor bo'lsanglar, men tayyorman. 3, 2, 1. Suvga tushdi va bizda vaqt ketdi. Smartfonimiz suvning ichida turibdi. Ko'rinyapti. Zo'r. Yigirma 28, 27, 26, 25, 24, 23 ish qilib smartfonga hech narsa qilmasin do'stlar. Agar birorta muammo bo'ladigan bo'lsa, unda bilmadim nima bo'ladi. 16, 15 teskari sanoqda sanaymiz birgalikda. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Va bizda vaqt bo'ldi. Endi kechirasizlar. Smartfonni olamiz va ishlatib ko'ramiz. Nima deb o'ylaysiz? Smartfon ishlaydimi yoki yo'q? Buzildi-yo. Buzildi deb o'ylaysizmi? Men nazarimda ham shunaqa, lekin boshqacha chiqargan suvdan chiqqan ekan. Mayli, qo'lim qo'l. Smartfonni endi yoqamiz. Nima deysizlar endi do'stlar bunisiga? Qoyil qoldiryapti. Smartfon xonir bizni qoyil qoldirishga davom etyapti. Smartfonni ochamiz va mana smartfon ishlayapti. Ya'ni eng hayratlanarli tomoni yana bir narsaga guvoh bo'ldim hozir. Buni o'qimagandim hech joyda. Nam bo'lsa ham smartfon ekrani hozir ho'l ko'rishingiz mumkin. Shu holatda ham smartfon ishlayapti-da, mana ko'ryapsizlar. Ba'zi smartfonlar bosilib ketadi. U yoq, oddiygina ko'chada yurgan vaqtingizda yomg'ir yog'ib qo'ysam, bir ikki tomchi bosilib atvatga kirib ketadi. Biz qo'qonchasiga aytganda atvat devordim, endi kechirasizlar. Smartfon zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Aynan bizning 3-testimizdan ham muvaffaqiyatli o'tdi. Hozircha mana shu qilgan testlarimiz men nazarimda yetarli. Chunki bardoshligiga aniq, tepadan tashlab yubordik, yong'oq, oqqan chaqdik, suvda 1 minut ushladik. Menimcha yetarli. O'zi smartfon suvga solish uchun, yong'oq chaqish uchun chiqarilmaganda, prosta shunchaki smartfonni himoya tizimini sizlarga ko'rsatib berish uchun mana shu testlarni albatta bajardik. Endi siz buni qilib ko'rishingiz shart emas, shunchaki shunaqa vaziyat bo'lganda smartfon bardosh bera oladigan ma'noda biz bu testlarni o'tkazdik. Xohlaysiz smartfonni xarid qilib, bemalol sinab ko'rishingiz mumkin. Biz kafolat beramiz. Honor ham
aytganidek va'dasini ustidan chiqdi. Boshida aytgandik, aynan mana shu jihatlarga kafolat berganda, ya'ni Honor ishlab chiqaruvchi aytishicha, ana shu va'dalar berildi, ular rost yoki yo'qligini tekshirib ko'ramizdik va ayta olishimiz mumkin, bularning barchasi rost ekan. Endi X9D smartfonimizning kamerasini ko'rib chiqamiz. Kamera ham bu smartfonning asosiy xususiyatlari, ya'ni asosiy tomonlari, jihozlardan va e'tibor tortadigan, odam ahamiyat qiladigan tomonlardan biri. Ya'ni har kim smartfon xarid qilayotgan vaqtida albatta kamerasini sinab ko'radi. Birinchi o'rinda xarakteristikalarini bilan tanishib yoki kamerasini sinab ko'radi. Shaxsan siz ham, shaxsan men ham shuna qilaman albatta. Xo'p, Honor X9D smartfonimizning kamerasi 108 megapikselda ishlaydi. Shuning uchun suratlar tiniq, tafsilotlari aniq va ayniqsa kunduzi, ya'ni yorug' paytlarda kunduzi olingan suratlar juda ham tiniq va yorqin, ranglari esa tabiiy jiloli, nafis ko'rinadi. Tungi rejimda ham yaxshi, ya'ni kechqurungi rejimda ham smartfon kamerasi yaxshi ishlaydi. Sababi sun'iy intellekt yordamida balansirovka qilib oladi, ya'ni ranglarni, kunduzni, kechqurunni aniqlashtirgan holatda ranglarni to'g'rilab, suratingizni sifatli darajada chiqishini sizga yetkazadi. Albatta, hozir aynan X9D smartfonda qisqagina qancha sekundlik video tayyorladim va uni hozir siz bemalol ko'rib, video qay darajada chiqishiga baho berishingiz mumkin. Xo'p, do'stlar, hurmatli kuzatuvchilar, hozir aynan Honor X9D smartfon yordamida aynan mana shu syomkani qilyapman va aynan X9D smartfonimizda hozir 4K 30 fps da oladi ekan. Aynan X9D smartfonimiz, lekin asosiy kamerasi 108 megapikselda ishlaydi. Suratlar, videolar aynan meni nazarimda tiniq chiqadi, sababi stabilizatsiya ishlashi ham yaxshi. Ko'rishingiz mumkin. Ko'ringlar, o'zi bu smartfon kamerasi sizga ma'qul keladimi yoki yo'q. Mana u yoqqa bu yoqqa qimirlayapman va kamerani ham albatta silkitib qo'ysa bo'ladi. Silkitib ko'ramiz albatta kamerani ham. Qay darajada chiqyapti, kamera sizga ma'qulmi o'zi? Ko'rishingiz mumkin, kamerasi qay darajada ishlayapti. Mana nazarimda kamera yaxshi ishlayapti. Stabilizatsiya ham zo'r. Do'stlar, ko'rdinglar hozir kamerasi qay darajada ishlashini. Hozir men aynan o'sha videoni 4K 30 fps da oldim. Asosiy kamerasi aytib o'tganimdek 108 megapikselda oladi. 108 megapiksel, lekin videoni 4K 30 fps da oldim. Ko'rdinglar qay darajada sifatli chiqyapti, stabilizatsiya ishlashi qanaqa. Men hozir studiyada shunchaki oldim. Endi aytganimdek o'sha kunduz kuni yorug'roq ko'chada syomka qilgan vaqtingizda suratlar, ya'ni videolaringiz ham juda ham tiniq, chiroyli, ranglari esa tabiiy ko'rinadi. Kamera jihatlarida hozircha faqat shular. Meni nazarimda aynan bu segment uchun, ya'ni bu smartfon uchun kamerasi yaxshi. Albatta, suratga olganda juda ham professional darajada ko'rsatiladi rasmda. Kamera jihatlarida faqatgina hozircha mana shular, boshqa yangiliklar yo'q. Do'stlar, endi X9D smartfonimizning ishlash tezligi va o'yinlarda o'zini tutishini ko'rib chiqamiz. X9D smartfonimizning ichida Snapdragon 6 Gen 4 protsessori ishlaydi va u optimizatsiyalangan o'rta kuch segmenti hisoblanadi. Telegram, Instagram, kamera, multitasking va boshqa Instagram deysizmi, kontent olasizmi, hammasi silliq darajada, hech qanday muammosiz smartfonda sizga yetkazib beradi. O'yinlarda esa aytimiz mumkin PUBG, Free Fire, Genshin kabi o'yinlarda muammosiz ishlaydi smartfon, to'liq muammosiz ishlaydi. Grafikani esa premium darajada, professional darajada sizga tiniq darajada yetkazib beradi grafikani. Bilasizlar o'zi grafikni nimaligini va bundan tashqari o'yinlar uzluksiz o'ynagan vaqtingizda ham smartfon qizib ketmaydi. Sababi aynan X9D, Honor X9D smartfonimizning ichida katta sovutish tizimi bor va bu orqali smartfonni har bir joyga issiqlikni teng taqsimlab beradi va shu sababli ham siz PUBG o'ynagan vaqtingizda ham, oddiygina aytganda PUBG o'ynagan vaqtingizda ham smartfon qizib ketgan taqdirda ham u uncha sezilmaydi, sababi smartfon ichida qaytarib o'taman, katta sovutish tizimi bor. Do'stlar, keling endi aynan X9D smartfonimiz yordamida PUBG o'yini test qilingan variantini qisqagina 10-15 sekundlik kontentini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Do'stlar, kameraga yaqinroq keling, diqqatingizni menga qarating. Smartfonning eng zo'r tomonlaridan biri, hali hech qaysi smartfonni ko'rmaganman. Bu power bank bo'lib qoladi debdi, o'rtacha qilib aytganda, endi sal majoziy ma'noda deydimi, qanaqadir keltirgan vaqtda, u ham
X9D smartfonimizda eng katta batareya, smartfonlar ichida men o'ylashim bo'yicha katta batareya qo'yilgan. Agar siz biladigan bo'lsangiz, aynan buni batareya kuchidan kuchliroq batareyasi bor smartfon biladigan bo'lsa, albatta kommentlarda yozib keltiring. Lekin men nazarimda smartfon ichida eng katta batareyali smartfon aynan X9D. Sababi e'tiboringizni qarating, X9D smartfonimizning akkumulyator kuchi, ya'ni batareyasi 8300 mAh kuchiga teng. Ya'ni bu degani smartfondan bemalol 3 kungacha hech qanday muammosiz foydalanishingiz mumkin. Instagram, YouTube, TikTok va boshqa ijtimoiy tarmoqlar, PUBG o'yinlari yoki Free Fire va qo'shimchasiga boshqa o'yinlarni o'ynagan vaqtingizda ham, ijtimoiy tarmoqlar hammasini qilgan vaqtingizda ham smartfonning zaryadi 2-3 kunga bemalol yetib beradi. Ya'ni bir kunda tugab qolmaydi aynan smartfonning zaryadi. Unga qo'shimcha tarzda smartfonimizda o'sha boshida aytib o'tganimizdek ko'rishingiz mumkin 66 wattlik supercharge texnologiyasi qo'llab-quvvatlaydi smartfonni va bu 30-40 daqiqada deyarli zaryadi to'ldi degani. Eng asosiy menga yoqqan jihatlardan biri smartfon o'zi hamma joy yoqdi. Boshdan dizayndan boshlaysiz, chunki hamma yangi chiqqan narsa bilmadim, menga yoqaveradi. Aynan X9D smartfonimizning batareya kuchi ham juda ham kuchli. Shaxsan sizga ham yoqishi aniq. Chunki smartfon o'zi asosiy jihatlari xarid qilayotganda nimaga e'tibor beramiz? Avvalo dizaynga, beriladigan kafolatiga, kamera xususiyatiga, ishlashiga, ya'ni xotira variantlariga qaraymiz, silliqligiga qaraymiz, ya'ni ishlash tezligiga va uning batareyasi albatta hammamiz uchun muhim. Sababi 2-3 soatga yetadigan telefon olmaymiz hech qaysimiz do'konga borib turib, albatta uzoq vaqt yetadigan olamiz. Shuning uchun aynan X9D siz uchun eng ideal va 100% to'g'ri keladigan smartfonlardan biri. Agar uzoq vaqtgacha smartfondan foydalanmoqchi bo'lsangiz, umuman har tomonlama smartfon zo'r. Va bizda batareya jihatida qisqagina tushuntirib o'tdim. Hozircha mana shular o'zi yetarli bo'ldi. Batareya tomonini gapirganim. Va biz smartfonning boshqa qo'shimcha funksiyalarini ko'rib chiqishda davom etamiz. Do'stlar, xulosa qilib aytganda shunday qilib, Honor X9D smartfoni shunchaki chiroyli smartfon emas. Bu ko'proq hayotda faol bo'lganlar, ko'chada ko'p yuradiganlar yoki qurilishda ishlaydigan akalarimiz uchun, qurilishda ishlaydiganlar uchun, sportga boradiganlar uchun va biz test qilib, sinov qilib o'tkazgan vaziyatlarimizga ko'proq tushadigan insonlar uchun aynan ideal tanlov, ular uchun ideal tanlov deya ayta olamiz. Agar sizga ham ishonchli, ham chidamli, ham mustahkam va asosiysi kamera jihatlari yaxshi ishlaydigan, stabilizatsiyasi normal holatda ishlaydigan va yana bir asosiy jihatlardan biri, albatta o'sha 8300 mAh batareyali, ya'ni o'zimizda o'zbekchasiga aytganda tushunishingiz uchun 3 kungacha yetadigan batareya quvvatiga ega smartfon kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta Honor X9D smartfoni siz uchun ideal tanlov va sizga tavsiya qila olamiz. Agar sizga smartfon haqida qo'shimcha savollar bo'lsa, albatta kommentariylarda yozib qo'ying va biz javob berishga harakat qilamiz. Smartfonga qiziqish bildirib, uni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, narxlari bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, albatta bizga Alo do'koniga murojaat qilishingiz mumkin. O'zingizga eng yaqin bo'lgan Yandex Maps'ga kiring, Alo yoki @on deb yozing, ya'ni Evan do'koni deb yozing yoki o'zingiz bilsangiz, eng yaqin bo'lgan Evan do'koniga, ya'ni yangi nomdagi Alo do'koniga tashrif buyuring. U yerda smartfonni bemalol ushlab ko'rib, foydalanib ko'rib, xarid qilishingiz mumkin yoki-da onlayn tarzda alo.uz saytiga kiring. Как раз bizda hozir 11 aksiyasi ketyapti. Mana shu aksiya doirasida smartfonni chegirmali narxlarda va sovg'asi bilan xarid qilishingiz mumkin. Bu qancha muddat davom etadi to'g'risi bilmadim. Shunchaki bu sizga yangi videoni ko'rayotganlar uchun taklifim. Yoki-da bu yoqda turgan 78 122 0800 Alo do'koniga qo'ng'iroq qilib, smartfon haqida batafsil ma'lumot olishingiz, narxlar bilan tanishingiz, naqdga yoki 1 oydan 24 oygacha muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin. Aynan smartfon haqida hozircha shular. Agar smartfon sizni qiziqtirsa, aytib o'tgan manzillarimga bemalol murojaat qilib xarid qilishingiz mumkin. X9D smartfoni haqida bilganlarimni, o'rganganlarimni sizga yetkazdim. Agar bizga beradigan bilimingiz bo'lsa, albatta kommentariyalarda yozib qoldiring pastda yoki xato kamchiliklarimiz bo'lsa, avvalo uzr. Ularni ham topgan bo'lsangiz, e'tiborli bo'lgan bo'lsangiz, albatta ularni ham izohlarda kutaman. Chunki bilganlarimizni sizga o'rgatamiz, siz bilganlaringizni bizga o'rgatasiz. Bizda esa hozircha shular. Bu edi Alo.uz. Ko'proq ko'ring, ko'proq like bosing. Mana shunaqa foydali bo'lgan, siz uchun qiziqarli bo'lgan videolarni ko'proq ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta Alo'ga obuna bo'lib qo'ying. Alo kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Do'stlar, kelgusi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz.